Google ga Minecraft'ni eng eski versiyasini qidirib kirdim. Lekin kirganimda qanaqadir g'alati glitch narsalar, qandaydir g'alati yozuvlar chiqdi. Mana bu yerda ham qandaydir g'alati Herobrine va bu yerda qandaydir ovoz bor ekan. Men unga qo'ydim, lekin qo'yganimda xuddi shu ovoz g'alati, juda ham qo'rqinchli. Zsing Entity 303 kabi g'alati narsalar chiqib keldi pastiga kirganimda. G'alati. Va bu yerda 3 ta narsa bor edi. Men error 422 ga kirdim. Bu yerda qandaydir juda ham ko'p yozuvlar, urug'lar havoda turibdi, g'alati. Men uni telefonga o'rnatmoqchi bo'ldim. Lekin uni o'rnatish juda ham qiyin bo'ldi. Bu yerda g'alati rasmda kalla yo'q. G'alati, menga sal qo'rqinchli tuyulardi. Bu yerda yana qandaydir Minecraft versiyalarimi, qandaydir fayllar bor edi. Xullas men ulardan birini o'rnatdim. Va men uni ChatGPT dan so'rab ko'rdim. Men hozir Google dan Minecraft'ni 0.0.0 versiyasini o'rnatdim. Men buni ChatGPT dan so'radim. ChatGPT ham menga qandaydir g'alati narsalarni yozdi. Minecraft'ni 0.0.0 versiyasi mavjud emas. Ha, to'g'ri, bunga o'zim ham ishonmagandim. Lekin aniqlashtirish uchun o'yinga kirib ko'rdim. Biroz vijivaniya qilib o'zimga uy qurdim. Sayohat qilmoqchi bo'lib tashqariga chiqdim. Ozgina bu yerlarni o'rganib, tekshirib chiqmoqchi bo'ldim. Lekin bu yerda qandaydir g'alati tepasida bargi yo'q daraxtlar bor edi. Bu menga shu narsani eslatardi. Kech bo'lganini sezdim va uyga yo'l olmoqchi bo'ldim. Bu yerlar juda ham g'alati ko'rinardi. Juda ham tekshirib ko'rgim kelardi, lekin kech bo'layotgan edi. Va men uyga ketdim. Uyga kelib men eshik yasamoqchi bo'ldim. Chunki hali men uyimga eshik qo'ymagandim. G'alati eshiklarning ham grafikasi g'alati edi. Moblar spam bo'lishni boshladi. Va men tezda uyga kirmoqchi bo'ldim. Uyga kirib qo'limdagi keraksiz narsalarni sandiqqa solib qo'ydim. Va men bu versiyaga juda ham qiziqardim. Baribir menda kravat yo'q uxlash uchun. Shuning uchun men tashqariga chiqib bu yerni tekshirmoqchi bo'ldim. O'sha yerdagi daraxt juda ham menga g'alati tuyulardi. U hali ham esimdan chiqmadi. Oddiy versiyalarda bunday bo'lishi mumkin emas. Qanday qilib? Grafika juda ham g'alati edi. Men moblar bilan urushdim. Va men tepaga, ya'ni tog'ning ustiga chiqmoqchi bo'ldim.
tepalik tomon ketaverardim. Ozgina tepaga chiqqanimda menga oddiy o'rmon ko'rindi va men shu oq daraxtli oddiy o'rmonga bormoqchi bo'ldim. Moblar ko'payib ketdi va men ulardan qochdim. Juda ham qo'rqinchli tunda men survival rejimida bo'lsam ham ba'zida xuddi shunday bloklar sinib ketardi. Juda ham g'alati. Ularni tekshirmoqchi bo'ldim. Va oddiy o'rmonga kelib, men qo'y topib oldim va men ularni o'ldirib krovat yasamoqchi bo'ldim. Lekin menga yana bitta qo'y juni yetishmay qoldi. Qolaversa, moblar ham orqamdan quvlab kelardi. Juda ham qo'rqinchli. Xuddi men Minecraftga horror mod qo'ygandek qo'rqardim. Mana bu oq daraxtlar esa meni juda ham qo'rqitardi. Bu yerda oq daraxtlar juda ham ko'p edi. Menga yana xuddi mana shunday tepasi singan oq daraxtlar ko'rindi. Bu yerda shaxta ham bor edi. Qorong'u bo'lishiga qaramay, shaxtaning ichi bemalol ko'rinib turardi. Juda ham g'alati. Bu yer juda ham katta edi. Qo'limda fakel bo'lmagani sababli men bu yerdan chiqib ketdim va yana o'rmonni tekshirmoqchi bo'ldim. Nihoyat o'zimga krovat yasab uxladim. Yorug' ham tushdi. Va men o'lib qoldim. Lekin bu yerga joyimga qaytib kelganimda bu yer g'alati edi. Veristakimni sindirdim. Qo'limda hech nima yo'q edi. Daraxtlarning ba'zilarini tagi yo'q. Ba'zilarini esa barglari yo'q. Juda ham g'alati. Ular meni qo'rqitardi. Men shaxtaga tushdim. Ba'zi moblar menga umuman tegmasdi. Ular meni shunchaki kuzatib qarab turardi. Bu yer juda ham g'alati, tekis edi. Qandaydir bir xilda qilingan. Men bu yerga kirganimdan afsuslanardim. Bu yer juda ham qo'rqinchli edi. Va men qayerlargadir tushib ketaverardim. Ko'rgan bo'lsangiz, shu yerda blok o'zidan o'zi sinib ketdi. Mana bu yergi kadr. Sekinlashtirilgan va yorug' holda. Mana ko'rgan bo'lsangiz, blok o'zidan o'zi sinib ketdi. Juda ham g'alati va qo'rqinchli.